Talaba bo'lsang nimalar bo'ladi? Zo'r tomoni hozircha sovchilarga eshiginglar yopiladi. Mabodo kontrakt to'la olmasangiz sovchilarni qabul qilamiz. Hozircha pul ko'p, har kuni aylanishga borasizlar. Bir oydan keyin esa, "Oy, kontraktim pulini ishlatib qo'ydim, pul tashing." Zato yangi do'stlar orttirasan. Bolalarim bilmay yurladim, birisi yonimga kelib uy topib beraman dedi. Yana uyimda pishgan bor ekan. To'g'ri, lekin bitta ham gapiga tushunmaysan. Uyingda noz qilib yemagan narsalaringni bu yerda mazza qilib yeysan. Ayniga smetanani mog'orlagan murabboga botirasiz zo'r ketarkan. Kvartira bu onangni uyi emas. E'tiborsiz bo'lsang narsasiz, telefonga chalg'isang ovqatsiz. Uxlab qolsang ko'rpasiz qolib ketishing mumkin. Boshida 2 oy bor e'tiboring o'qishda bo'ladi. Keyin bittasi ayu beradi, shu bilan o'qishi dabdalasi chiqadi. Kursdoshlaring ham uje hammasi parchka bo'lgan. Bu yog'iga rejim ham buziladi, chunki endi yoningda o'zingga o'xshagan 5 ta bekorchi bor. Kechqurun uxlamaganing uchun dars paytida uyqing keladi. Nechiksan, jonimisan, men seni shevingni o'rgandim. Endi hazatib gaplashamiz. Nima deyapsan? Tushuntirib gapir. Vobshe tushunmayapman gapingni. 2-kursdan anu bola yo'q bo'lib qoladi. 3-kursdan uje ish topishga harakat qilasiz. Anaqa ishga olmaysizlarmi? 4-kursdan esa o'z imkoniyatingni tushunib yetasan. Lekin baribir ham talabalik bu oltin davr deb sizlarni aldashgan. Pak.